Janob Fabio, siz Italiya bilan jahon chempionligini qo'lga kiritgan sardorsiz. Kanada bilan bunday sharoitda o'ynash jamoangiz tayyorgarligiga qanday yordam beradi? Bilasizmi, bu futbol har qanday sharoitda o'ynashga tayyor turish kerak. To'g'ri, afsuslanarli holat, chunki ko'plab muxlislar kelgan, havo sovuq, yomg'ir yog'yapti, lekin yakunda biz o'z ishimizga diqqatimizni qaratishimiz lozim. Biz ob-havo sharoitiga moslashishimiz va qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz kerak. Aeroportda O'zbekiston hamjamiyati tomonidan uyushtirilgan kutib olish marosimi eng katta sahnaga hozirlik ko'rayotgan o'yinchilaringizga qanday ta'sir qildi? Albatta, butun mamlakat hozir hayajonda. Chunki biz jahon chempionatiga ilk marta boryapmiz. Ko'plab muxlislar o'yinlarni tomosha qilish uchun kelishadi. Biz zimmamizdagi mas'uliyatni his qilib turibmiz, lekin ayni paytda yo'qotadigan hech narsamiz yo'q. Shunchaki har doimgidek bor kuchimizni ishga solishimiz kerak. Rahmat.